Aka, okey, 1 minutga keling. Alisher aka, baqa keling. А мы здесь все, вот. Подождите, Baqa вопрос keling. есть. Keling. Alisher aka, hujjatlaringiz qani qolgan? Mana, у нас все копии есть, да? Договор открой. Не договор, а этот. Решение суда? Да, mana. Нет, mana решение суда. Вот оно. Вот он. А, нет, подожди. Это... Нет, это... Да. Вот оно. Дальше. Вот сюда сейчас поставлю. Вот она там прям открытая. С конвертами. Вот она. Вот оно, решение суда. Mana. И вот это. И дата. Okey. Bu qaroringiz bilan mana uni o'qib ko'rdingizmi? Nima ko'rsating, nima e'tiroz etmaysiz aytaman. Hozir qayda o'quvdim? Isbotlar, nega mana Summasiga aytmoqchimisiz? Ha, summasiga aytmoqchiman. Mana amini o'qing. Summasiga aytmoqchiman. Keyin yana Summa mana noyabrda tuzatish ajrini beryapti. 14-noyabr 2024-yilda. Sizgina oching ajringizni. Qaror oching. Qachonga? Qachonga o'sha? 4-noyabr, to'g'rimi? 4-noyabrdagi qaror bo'yicha ko'rib chiqyapti-da, 10 kundan keyin. Abdurahim ruschani tushunasan, Keo, baqa. Ha, o'zbekskiz qani? Ruscha tushunishimiz aka bitta aniq qilib Yo, aka, buni men o'quvdim-da. Mana shu o'qigan narsangizni men tushuntirib beray. Keo, sen to'liqroq ma'lumotga egasan. 4-noyabrdagi qaror ustidan 14-noyabrda 2024-yilda ajrim beryapti. Sud tuzatish ajrim beryapti. Summani aniq qilib belgilab beryapti. Yo, summaga bular rozi emas-ku, aka? Summaga rozi emasligini sud ko'rib chiqib ajrim beryapti. Aka, mana ko'ring, sudda ajrimi turibdi. U oxirgi chiqqan qaror kuchida bo'ladi, aka, har doim. Yo, aka, kuchida bo'lsa ham bularning roziligi, aniga ham yozib qo'yilgan-ku, roziligingiz siz qanday roziligi? Majburiy ijro harakatlarida shu dabrovolni bajarmagandan keyin tomonlarning roziligini olib deyapti, aka. Aka, bular roziligini sud qarorini bajarmay kelyapti. Da'vogar aka, sud qarang. Manfaat turibdi-ku. Dokumentlar qani ani? Qolgan dokumentlar bering aka. Topolmayapman-da mashlarga. Qonun bor, qonun talablarini buzyapti. Aka, qonun talablarini buzmayapti. Sizlar nabarot buzyapsizlar-da, aka. Yo. Дадите сюда. Не отвлекайтесь. Документ вот надо. Bular nima asosi bor hozir uyda qolishga? Hozir ijro varaqasi. Bo'ldi, hozir mana Mana buni ham yaxshilab tushuringlar. Наше решение есть. Определение summa bo'yicha ajrim beryapti. А berdimi qo'liga yoki oxirgi qaror. Mana ko'ryapsizmi? May 2025-yilda chiqadi. Sizlar 2024-yildagi qarorni ko'rsatyapsizlar. U bo'yicha yana ijro varaqa berganman. это апелляция, они должны были вот эту бумагу нам показать. Ogohlantirganmiz. А у них нету. Сама судья сделала и апелляцию сделала berilgan, bular mana qul qo'yib районный. Это кадастр. Реестр. А что ищете? Скажите. Hozir. Men bitta narsani ko'ruvdim, hozir topolmayapman-da. Men sizlarnikida unda urusligida nima qiluvdim? Olsin hozir o'tkazib beramiz. Hisob raqam taqdim. Ular uni xohlamayapti. Xohlamasa endi ijro. Endi aka sudga beradi, aka, ishi bor-ku yana. Necha marta ogohlantirganmiz. Iyun oyidan buyon bajarmay kelyapti. Июльдан, да, июльдан. Да, и фотография есть, что они наши открывают 13-листовые. Не один листочек, а 13. Вот Кембер, камере. Июльдан есть, mana shu keldi. Mana shu. Июльда фотография bor. Prezident qarori iyulda u ochyapti. Dekabrnikini ko'rsatyapti. Dekabrnikini ko'rsatyapti. Iyulda uchastkavoga ham o'sha emas. Hozir aka. Narodный суд deyapti, nima deyaptilar? Уже mana shuni qo'yatsa dedi. Mana shu kishiga. Mana aka-uka turibdi. Mip yo'g'ini dolaysiz. Mana qarorga amal qilmaydi bular. Родственники mana 781 zakon вообще ular bilmaydi nima u. So'rang, ular даже bilmaydi nima u. Konstitutsiyaga ham farqi yo'q ularga. Ishlamabdi ularga. Mana доверие haqni против юридический институт. Mana. Prezident akasi ularga odam emas, prezident emas akasi ularga MIPga. И o Megalovitsga. Yo'q ularda hech nima.
декабрьда мы зашли в законную силу, долго прошло судебное решение. А ularda iyulda kelishdi, iyulda hozir o'zi aytdi, iyulda kelishdi. Shu yilda. Да, вот. 7,9 миллиардов. Sakız milyar. Sizlarga И keyin, bermayapti-da bu. после выплаты денежной компенсации, после выплаты права долевой собственности, только после этого выселить. То есть вот выплатить, а потом выселить. Все? Yo, Mana aka решение bo'yicha- aka olganmiz pulni. Nima deyapsan? Mana hamma bo'lyapti. Allo. Bitta ham uy olmagan. Uy Продолжается всё. Bitta ham olmagan. Bitta ham Приезжай, olmagan. приезжай. Biz olmaganmiz. Ты лучше тетя Марине вот позвони, я не могу сейчас Mana разговаривать. shu joyiga bular majburiy ijro byurosining depozitsiya hisob raqamiga pul to'lagan. Pul olish to'g'risida bularni ogohlantirganmiz. Все, там написано. O'tgan ну, safar- после Yo, endi выплаты aka mana masalan sizni narsangiz bu Денег bular nету. uyi-ku, to'g'rimi? квартиры нет. Bular uyimi? Sud qarori-ku. Hop, sudda qarori bo'lsa ham aka, bular yana haqqi bormi berishga sudga? Berish vaqti bor, muddatlar bor. Hali muddat tugamadimi? Nimaga tugab ketdi? 10 kun muddati bor, 1 oylik muddati bor. Декабря месяца уже 24 год в законную силу. Уже все сроки А прошли у у них них. в июле месяце Bermagan shu yilda shu kunga qadar, kelishdi. shu kunga qadar. Задним числом фальсификацию сделали. Mayda, да. Ular И причем они нас не звали, они нас не звали. По одному говорят. Они на вот это решение в июле нас не вызывали, повестки не было, никак не звали нас. В этом году ни разу не звали нас. Доказательств нету, Yo, нет, письма chaqirganmi mana нет. Нет, не звали, не звали. Qo'shnilar aytinglar, chaqirgan. 12 хозяевов. У нас решение, сейчас, у нас решение 24 года по почте пришло всем 12 владельцам. В 2025 году то, что они вам сейчас показывают, они нас не звали, по почте не вызывали нас, не приглашали нас. Они на 1,5 листочка это написали и пришли, не звали нас. Nimadan chiqaryapti? Mana hammasi bor qo'lda. Mana ajrim chiqarib beryapti, qaror chiqaryapti. Mana bu chiqargan qaror qarorda ko'rsatib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqarilyapti. Bu zaochniy решение emas, aka bu. Zaochniy решение chiqargani yo'q. Sizlarga mana bu bundoq deyapti, sizlar bundoq deyapsizlar. Mana shu narsani to'g'rimi? Sizlarga aytganmi? В 24 году мы были, в 25 вот году нас не звали, не приглашали, ничего не говорили. Без нас они это все сделали, без нас они сделали это. 24 года уже в силу вошло, оно уже в базе есть. Уже в силу вошло. И потом, они же говорят, апелляцию сделали, а апелляционный суд 3 судьи там должна быть. А это Ибрагимова одна все делает. На апелляционном 3 судьи должно быть. Kelishilmagandan keyin majburiy ijro vakolati taraflar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish, ya'ni sud qarorining ijrosini ta'minlash. Sud qarorida o'sha ko'rsatilgan pulni bilan to'lab beryapti. Bular olsin yana mana aytdim depozitsiya raqam turibdi, necha marta Bular xohlamayapti-da buni. U oz deyapti. Nizoli bo'lganligi uchun sud qaror chiqarib beryapti o'shanga. Nizoli bo'lgani uchun. Sud belgilab beryapti. Mana shuncha summani olsin deb belgilab beryapti. Tushunyapsizmi? Tushunyapsizmi? Sud belgilab bergani uchun endi u hozirgi kunda. Shu sudning решенияsiga rozimisizlar? Yo'q-da, to'g'rimi? Yo'q. Narozi ekasiz. Bu sud o'zi hal qilgan 3 kishi bo'lgan. Mib bo'lgan. И это даже не суд, и это даже не суд. Слушайте меня. Aka, agar siz Rus tilini bilasizmi? Hop, iltimos eshiting. Biz Bo'ldi aka, nima qiling? Nima qilingchi? Rosa men sizga qonun tushuntiryapman. Agar haqiqatan sud qarori norozi bo'lsa, nima apellyatsiya, kassatsiya bermagan shu paytgacha. kim, menmi? Ha. Sen ishlayapsan, o'zing ishlayapsanmi sen? Qaror chiqdi, qonun Сейчас, теперь мы скажем. Пусть скажет. Сейчас, Ман пусть eshitdim скажет. mana. Да, Man. Пусть qaror договорит. qonun Пусть договорит сейчас, а потом мы скажем. Qaror qonuniy kuchidami? Yo bekor bo'lganmi? Bizniki qaror ha, kuchida. Mana shu qaror bugungi kunda qonuniy Yo'q, kuchidami? bu meniki. Nimani ko'rsatyapsan sen? Men договор nima решение судimi ko'rsatyapman. Уже законную силу chiqirdi уже. Можно теперь я скажу на его ответ? Когда у нас в 24 году решение вышло, мы согласились, нам апелляция не нужна была. Мы согласились на 7,9 миллиардов. В 24-м нам зачем апелляция? Зачем нам апелляция?
А Омега Логистик, они юристы тупые, они не Они понимают, апелляцию что сделали с одним и том же судьей. uni tushuntirdingiz qarang aka. Bular aytyapti, o'zingiz eshityapsiz, 24-yil aka bizga apellyatsiya kerak, unga biz rozi bo'lganmiz. Apellyatsiya kerak emas bo'lgan deyapti aka. Chiqarganmi? Summani aniq belgilab berganmi? Ajrimni ko'rsatib. Aka 2024-yilda mana 2024-yilda aka mana ajrim chiqargan, to'g'rimi? Shunga bular rozi bo'lgan. Kim? Bular mana rozi bo'lgan. Endi bular aytyapti 25-yil biz bo'lmaganmiz bu sudda, bizni chaqirmagan deyapti, to'g'rimi aka? To'g'ri. Mana aka. Endi siz shunga nima deysiz? Bo'lmaganini men aytmayman. 24-noyabrda 8 milliard qilib chiqazib bergan, to'g'rimi? 3-marta ko'rsatilyapti. Yo, buni ko'rdik. 14-noyabrda shu 8 milliardni noto'g'ri chiqazib qo'yganini. Aytmay qo'ydi. Qilib ko'rsatyapti Shu summalar. bir oy ichida shuni 10 kun Mana bu ichida. summa qilyapti. Mana bu summalar mana bu summaga o'zgartirilyapti-da 2 milliard qancha общий jami 2 milliarddan oshiqroq chiqazib beryapti. Знаете, что они говорят? В прошлый раз, когда они 8 октября вот приходили, они сказали, судья ошиблась. Это МИП У говорит. меня на записи Не доказательства есть. апелляция, Он, они сказали, судья ошиблась. Summasini И мы им говорим, если она ошиблась, пусть эта апелляция делает и исправляет ошибку. Болды. Все, другой судья, не она. А она сама же исправила свою ошибку. Это не по Конституции. Это незаконно это. yana aytaman sizga. ko'ryapsiz aka. Biz xolis insonmizda, gap ochig'i. Ha. Sud qarori chiqyapti, summani sud tuzatib beryapti-da, 8 milliard emas, 3 milliard ekan deb to'g'rilab bergan. Ajrim beradi. Endi o'zidan huquq bormi? Qonunchilikda bor. Sudya har bitta chiqargan qarori bo'yicha tuzatish kiritishi mumkin, o'zgartirish. 10 kunning ichida o'zi Mo'yda уже 25-yilda apellyatsiya emas, konstitutsiya emas. O'zi sudya Всё rayonni уже. o'zi qildi. Всё уже, aka. Это уже не Конституция. Yo'q, qarang, eshityapsizmi? Ularni eshityapsizmi? Mana qarang. Rayonni sudya mana sizlarga 12 kishiga yubordi xat bilan 12 kishi собственникka kirdi. Biz oldik, bu oldi. Aha, apellyatsiya qilamizmi? Yo'q, nimaga qilamiz? Mana qaragin. Biz kutyapmiz ulardan. Mana shu azizdan mana, odam mana. Omega Logistik bizni kutyapmiz, shu ular apellyatsiyaga berishadi. Abdurahim. Ular apellyatsiyaga bermadi. Потом mayda ular shu iyulda mana fotka bor, kamera bor. Pul olmagan bular. Yo'q. Hech narsaga haqqi yo'q shuna. Yo'q, ularda haqqi bor, bu MIP, nima deyapsiz? Потому что Omega Logistik tepada turyapti. Да, haqqi ularda yo'q. Судья ошиблась и сама исправила. И То есть сама она сама апелляция, она сама конституционная, она сама конституция. Hamma 10 to'y. 7-ga qaror chiqaryapti-da, yo'q. Advokatlarimiz kelmas turib. Алишер, вопрос есть. Вот то, что который судья ошибилась, ладно, она ошибилась. Вам то, что она сама поправила, то, что они сейчас показывают решение, вы получали эти решения? Нет. Ну как, зачем это нам нужно? Даже с почты вам письмо Нет, нет, окей, вы нету. можете проверить почту, идите почту, там регистрация посмотрите, там у них есть все печати. А вот мы документы показываем, поэтому мы здесь воюем, мы говорим, подождите, как может быть судья? Вот вы послушайте внимательно, вы снимаете? Да, посмотрите. Мы получили это в ноябре месяце. Мы ждали целый месяц апелляции. Сама судья, вы видели, да, судья deyapti, апелляцияga не нам. yoki ishchi yoki ответчикka. Yo'q, siz Yo'q aka, sizni haqqingiz yo'q aka, o'zi. Bular hali rozi bo'lmagan, hali pulni olmagan aka. Okey, pul turibdi, bo'lim deb. Yo'q, endi aka bular rozi emas u narsaga aka. Bular olmasa biza nima qilib beradi? Endi aka shu Nima qilish? Sani uyga boraylik. Adresni bergin. Uyimda sud qarori chiqmagan, siz uyingiz to'g'rida. Yo'q. qarangda, to'g'ri tushuningiz. Qarang, xolisona fikr qiling. Aha. Da'vogar Endi turibdi. eshyapsiz, Da'vogar aka. manfaat Endi turibdi. eshyapsiz, Javobgar haqiqat. turibdi. Javobgar manfaat turibdi. To'g'rimi? Xolisona sud qarori bo'yicha ijrosini qilishimiz kerakmi? Aka bular rozi bo'lmasa siz chiqarib tashlayverasizmi? Nimaga? Aka bular nima qilmagan ekan, hali ko'rmagan ekan bu sizni 25. Yo'q, mana aka aytyapti. Yo'q, bular bir kishi emas-ku, necha kishi? Ogohlantirgan to'g'risi. Har bittasini ogohlantirgan. Aka bu yo'q aka bizga mana shu odamni o'zi bizga nima qilgan? Yo'q, bular ko'y. Aka O'lim ko'ksimda. Konstitutsiya o'qiganmisiz? Dostona gap bilan gaplashaman. Konstitutsiya o'qiganmisiz? Все, Бахтияр. aka sizlarni hali qo'liga
pul ham olmagan ish narsa olmagan. Bular to'lagan-ku. Hozir berib yuboradi. Yo'q, aka unga rozi emas. Aka u sud xato qilsa endi qarab. Rozi bo'lmasa endi ushlayapti-yu. Xo'p, endi ushlayapti-yu. Ijrosini qachongacha ta'minlash kerak? Sud qaror chiqqandan keyin 15 kun ichida 15 kun ixtiyoriy muddatda eshitdik. shu paytgacha qilmadinglar. Ana yashang qilmadik. Qarshilik qilib yurganing uchun qilmayapmiz. Mana bugun ham kiyovmiz. Qazib bermasizlar. Olish kerakmi pulni? O'zlari rozi emas. Rozi bo'lmasa nima qilish kerak? Bo'ldi. Rozi bo'lmasa 781 zakon есть президента. rozi bo'lmasa sudga apellyatsiya kassatsiya berish kerak. Shuni mana o'tib ketgan, endi ushladim deyapti. Aka o'tib ketdi. Aka 1 yil. Men birinchi Mana hozir kelmayapmiz. Mana aka hammasi aytyapti. Yurmaymiz. Yo'ldan chiqib ketdi mana aka shuni Xuddi tudan suvdan qo'y. Men ketishga qo'ymayapti-yu. Ketishga qo'ymayapti. Ko'rib turibsiz. Yo'q, meniki deyapti. biroz bo'lib aytib qo'y. Aka, 2 marta O'zol gapiring aka, eshitib turibman. Men o'zim guvoh bo'lib turibman. 2 marta aytdim, iltimos qilyapti. Yo'l qo'ymayapti, chiqarishga. Qaramaysizmi? Saqlamaysiz. Janjalga olib boryapti. Siz aralashmang aka, iltimos. Nimaga aralashmayman? Men mana shu aralashmayman. Qo'shimcha siz mashinaga aloqangiz yo'qmi? Siz aralashing bo'lsa, Gaplasholmayman, baqirmang menga. Gaplasholmayman. O'zim bilaman vazifamni. Men gaplasholmayman, maylimi? Gaplashishga qo'yaverasiz. Gaplashing bo'lmasa. Bo'ldi, kiramiz, ijro qilamiz. Ha, jendr o'tib kelsa orqangizdan mashinaga. Oldinga yuring. Men mashina propiskani ochib olay. Birinchi bor ogohlantirganmiz, ixtiyoriy muddat berganmiz. Ixtiyoriy muddatda bajarmaganlik sababli xabarnoma berib, ijro harakati Qani sudda keyin da'vogar tomonidan 2 milliard 280 million so'm pul mablag'i bizdan depozit hisob raqamiga majburiy ijro byurosining Yangi tuman bo'lim depozit hisob raqamida turibdi. Buni oilada necha marta ogohlantiryapmiz. Kelganmiz, og'zaki yozma ravishda xabarnoma Mana shu joyga bitta berilgan. Ketaylik aka. Ismingiz nima? Dilshod. Dilshod aka. Sudda qarorda shu ko'rsatilganmi yo boshqa summa ko'rsatilganmi? Sud qarorida mana ijro varaqada mana shu summa. Ijro varaqada mana shu ijro varaqada mana shu ko'rsatilgan 2 milliard 280 million. Sababi endi sizga tushuntirib o'taman. Sud qarorida, birinchi sud qarorida summa siz aytgan bo'yicha bilan nizo, asosiy nizosi summada boshqacha ketgan. Keyin sud tushuntirish berganda ajrim beryapti. Ajrimga asosan summaga aniqlik kiritib beryapti, qancha summasini. Mana ajrim shu. Mana. Shu ajrim решение. Mana ko'ring. Chunki birinchi sud qarori. Ko'ryapsizmi? Bu birinchi sud, ha? Yo'q, mana. Mana bitta narsa apellyatsiya ham bo'lganmi yo'qmi shuni? Mana bizda bor sud qarori mana bu sizga mana buni taqdim qilyaptilar. Xo'p. 4-noyabr 2024-yilda sud qarorini taqdim qilyapti. Sud qaroridan keyin sud ajrim beryapti. Mana bizda deyapti. Ha, 4-noyabrdagi qarorni o'zgartirib summani. Jami summa mana xaritasi taqsimlanganda 2 milliard 280 million so'mni belgilab beryapti. Bundan keyingi qarordan hisoblab chiqish. Bu ajrim qanaqasiga ajrim o'zgarib qoladi? 394 bitta, 394 ikkita. Tak, 394 uchta. Tak, 87 bitta. 87 yana bitta. 87 yana bitta. Yana 87. 87 ikkita, 4 ta 87 ekan.
Yana bitta 87. Yana 87. Yana bitta 87. Hadi 394. 394. 394. Yana bitta 394. Ha, qo'rqitmadi. Bu birinchi. 394. Yana 394. Keyin 87. Tamam bitti. Keyin yana 87. Yana 87. Yana 87. 87. Tak 87. 2 272 bo'lsa, u yoqda endi aka bitta определение bormi? Shu определение bizga bermadi-ku. Bermaydi-da siz chalg'ityapti-da bular. Mana Bitta sudya texnik xato bo'lib ketgan summada birinchi qarorda deyapti-da. Hozir ko'rsatganlarini to'g'risi mana shu deb to'g'rilab beryapmiz. ajrim bilan sudda ajrim beryapti. Texnik xato qilar ekanmiz. Texnik xato qilar ekan. Kimlar 280 million ekan. Mana, to'g'rimi? 80 million. O'sha summaga to'g'ri keldimi? Mayda chuydalarni qo'shmadim. To'ppa-to'g'ri chiqadi-da. Oprediniyadagi summa. Summa mana bizda turgan sababli xat berganmiz. Hujjatda mavjud. Hisobda qancha hujjatni. Aha. Tushunadi. Siz raqam bersa, o'tkazib beramiz. Hozir bersa, hozir 10 minutda o'tkazib beramiz. Chunki da'vogarning ham talabi bor-da. U ham men pulim to'lab qo'yganman deyapti. Men joyim meniki joy deyapti. Bo'shatib ber deyapti. Определениeni bitta ko'raylik aka, yana bitta oching. Определениeni. Определение bitta o'qib chiqsak mayli. Bemalol. Это документ у вас принадлежится вообще-то? Который? Этот, определение, который вот, да, не решение, определение вот, который от 14 ноября. Есть такое определение? Нам не присылали, нет. Не, у нас такого нет. Нет, а вы дату посмотрите. Да, Вот на 14 это определение ноября, она дала. да. У них какая сумма? 2200. Вот, почитайте, да. Там написано, он говорит, я не определял это время. Это Если- просто я повесил. Исправлено, Сейчас решение да. суда было допущено орфографические ошибки. Арифметические, Суд, да, суд считается необходимым их исправить по своей инициативе. Та же судья. Как так? Точно. Sud shunaqa darajada xato qilish mumkinmi? Xo'p, aka, hozir nima qilmoqchisizlar endi? Mana bu hujjat Bugungi kunda kunda yo'q. Bugungi kunda qaror qonuni kuchida. Aha. Bu bo'yicha bilan bir necha bor ogohlantirganmiz. Oldin ham keldik, yana qo'shimcha ogohlantirib, nazarchilar, ichki ishlar, xolislar, da'vogar vakillar ishtirokida kelganmiz. Ixtiyoriy muddatlar berganmiz, ixtiyoriy muddatlar o'tgan. Yana qayta nima qilamiz shu sababli yozuvlardan majburiy tartibda ijro harakatlarini amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni sud qarorini ijrosini ta'minlash uchun uydan ko'chirishimiz kerak. Pulni bilan hisob raqam taqdim qilsa, hisob raqamga pul tashlab berishimiz kerak. Hozir uy egasi kim? Sizmi? Мы все, 12 человек, мы на решение суда было. 12 собственников. По решению суда 22 года. 24 да. года. В силу вошло, мы апелляцию не подавали, мы согласны с той суммой 24 года. А они забыли, а они не приходят. Они к в ним. 25 году делают определение, сами все Birinchi делают. определение Нас не beringda, зовут. birinchi решениeni. Hozir bitta aka, mana shu joyga bitta aniq ketadi. Oling siz bo'lmasa. Mana. Men ularni bilib Hozir biz shu sud qarori haqida gaplashamiz, to'g'rimi? shu sud qarori haqida gapiramiz. Вот там на даты посмотрите, их не даты. и Да, да, я понял. Я там подчеркнул все. Endi hozir bitta narsani yana bitta hisob-kitob chiqaylik, bitta iltimos. Chunki sudda arifmetическая ошибка deb hozir beryapti. Sud arifmetическая ошибка qilish mumkinmi? Sudda Bitta summaga-da. Bitta summaga bo'lishi mumkin-da. Hamma 12 ta familiyaga ошибка qilib ketmaydi-ku. qanday Yana bunaqa 789 aytyapti, naryoqda 87 million Ajrim qonunchiligida bor-da, texnik xatolikka Yo'q. Sud hujjat qabul qilayotganda texnik xato yo'l qo'yishi mumkinmi? Shunaqa 5 milliardlik biza sudga baho tafovut bermaymiz. uchun-da. Lekin biza sud qarorini ijrosini ta'minlaymiz. Xo'p. Mana sud qarori mana sanasiga qarang.
Qachon chiqyapti? 4-noyabr. 4-noyabr. 14-noyabr kuni 10 kunda keyin almashtiryapti. 4-noyabr bo'yicha tuzatish kirityapti. 4-noyabrdagi sud qarori bo'yicha ajrim beryapti. Такой документ ты получил вообще-то? Нет. Вот эти 12 экземпляров мы получили наши. В 24 году. Так, keling aka bitta. Bir minutga aka. Sudda qaroriga baho bermaydi, faqat o'zi qanchaga adashgani, xo'p, texnik kashfga qanchada bo'lgani. Uni biza obsujeniya qilmaymiz. Tushundim. Men obsujeniya qilaman. 94. 394, Ошибка qilgan. 394, 789, 789, 789, Men buni ham qo'ydim. 789. Endi qara, bu yerda bitta narsa, ular pulini olmasdan ularni hech kim chiqara olmaydi. Yani 789, 789, 7 qo'shib ketavergan ekanda oldiga. 789, 789. Ya mayli 7 qo'shib ketsin desang ham 87 kun argi. 789, 7 qo'shib ketavergan ekanda oldiga. 789, 789. Ya mayli 7 qo'shib ketsin desang ham 87 kun argi. 7 milliard 800 plus 7 milliard 900 million haqida gap boryapti bu yoqda. Bu yoqda shunaqa qildi. Xo'p, hozir nima qilmoqchisizlar aka? Bular hozir pulini olishmagan. Olsin pulini, mana hozir aytamiz, olsin pulini. Hozir hisob raqam taqdim qilsin. Hozir ko'ryapsiz, mana bitta qanaqa tafovut borligini. 100 million, 50 million, 20 million haqida gap ketmayapti. Hop, tafovutga. Chunki u sud tuzatib beryapti, ajrim beryapti. Endi sudni mana bu opredeliynasi odamlarga kelmasa nima qilish kerak? Bular qo'lida ushlamagan. Opredeliynani hozir ko'rdinglarmisizlar? Opredeliynani 2 milliard 280 million haqida. Mana xat berganmiz, biz xat olgan. Xatda olgan-ku. Nimaga olib turib, nimaga qanday bilmasligimiz mumkin? Qarorni ijrosini ta'minlashayotgan bo'lsa, birinchi puli cho'ntagiga olgandan keyin ta'minlash kerak. Tushunarli aka. После выплаты degan narsa joyi bormi yo umuman hozir olish olmas qarori qizig'i yo'q. Bular to'lagan. Da'vogar to'lagan, turibdi bizada. Chunki majburiy ijroning vazifasi taraflar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish. Ya'ni bular pulim to'layapti-da, men joyim talab qilyapti da'vogar vakili. To'g'rimi? Da'vogar vakili talab qilgandan keyin biz ijrosini ta'minlab berishimiz kerak. Sud qarori bo'yicha bularga ogohlantirganmiz. Hozir nima qilmoqchisizlar aka? Mana o'zi bilan ijro qarorini ijro qilmoqchimiz. Yaxshi. To'g'rimi shu hozir qilayotgan ishinglar? Agar nima после выплаты mana bitta narsa aka. Sudda to'lovdan keyin deyapti. Bular to'lab beryapti. To'lab beryapti. To'langan, ha? Olmadi-ku hali. Yo, eng sud qarori olgandan keyin demayapti, to'lov qilingandan keyin deyapti. To'g'rimi? Bular to'lab beryapti. Hop. Olmayapti-ku bular. Nima deganingiz olmayapti? Pulni olmayapti hali hisob raqamda. Olsin, biza olsin hisob raqam biza berganmiz. Hozir qanaqa qilib sudda texnik xatosi bilan hozir 2 milliard bilan 7 milliard haqida gap boryapti-ku aka. Siz bitta narsani to'g'ri tushuning. Yo'q, siz chalg'imayapman. Sud chunki sud chiqargan qarori bo'yicha ajrim beryapti. Ajrim beryapti. Ular olmayapti ekan. Xo'p. Qarang, eshiting, yana bitta narsa aytaman sizga qo'shimcha. Biz ijro varaqani ijro qilamiz. Sud qarori asosida bor bu ijro varaqasi olganman. Yo'q, sud qaroriga asosan ijro varaqa taqdim qilyapti sizga, to'g'rimi? Xo'p. Ijro varaqada summa aniq ko'rsatib qo'ygan. To'g'rimi? Xo'p. Shu ijrosi bo'lyaptimi hozirgi kunda? Ijrochi bo'lishiga masalan sizlarni nimadir noqonuniy bizning harakatimiz sizlarni Men aka bitta joyga gapiraman bu yoqda. Sudda texnik ошибкасы 5 milliardga agar texnik ошибка qilgan bo'lsa, yashasin bunaqa sudlar. Boshqa gapim yo'q. Bu sizni mani nima emas. Mani fuqarolik pozitsiyam bo'yicha yashasin sud. Bo'ldi. Mayli. Boshqa gapimiz yo'q. Yashang. Lekin sud qarori bugungi kunda bizning sudlarimizga rahmat. Yo'q, sizlarniki emas. Siz sudga unaqa shu sudni siz qarorni hozir bajarishga mumkin. Texnik xatolik deb ajrim beryapti. Siz davlat xodimisiz. Qanaqa bu gapni o'zi aytasiz? Ajrim beryapti-ku. Qani ajrim? Qani o'sha ajrim? Qani? Bormi ajrim? Tushunmadim. Yo'q, siz beryapsiz. Bular olmayapti-ku shu narsani. Xabardor bo'lmayapti. Bularga hammasi pochta orqali yuborgan. Qani olganinglar, beringlar hujjatinglar, ochiq ko'rsatinglar. Ochdik, ko'rsatdik уже, u janjal to'polon bo'lgan. U ishlayapti, bo'ldi. Он ровно май месяц 25 года. Он не видит наш договор, решение суда он не видит, да? Ko'rmayapti. Bo'ldimi bo'lmasa? Bo'ldinglar. Qanaqa agar to'g'ri ijro harakatlari hozirgi kunda ijro va eshiting mana. Ijro varaqa bo'yicha berilgan bizning ish yurtida ijro varaqa bo'yicha qaror bugungi kunda qonuniy kuchida bo'lsa ijro qilishimiz kerakmi, kerak emasmi?
kerak. Yashang. Kerak. Rahmat. Endi hozir siz nima kelyapsiz. asos bor bizning ijro harakatlarimizga to'xtatishga yo keyinga qoldirishga? to'xtatmayapsiz. Yo, misol uchun, mana Yo'q. siz aytyapsiz, men bizning harakatimiz. Aka, siz davlat xodimisiz, to'g'ri? Majburiy ijro byuroni Yakkasaroy tumani davlat ijrochisi, to'g'rimi? Siz misol hayotingizda shunaqa texnik xato yo'l qo'yib qo'yishingiz mumkinmi? Yo, men Bitta, yo, mana qarangda bitta shaxsni sudya ham inson. To'g'ri, mana aytyapman.